Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimizda tuz eritmalarining gaz ajralishi, cho'kma tushishi va rang o'zgarishi bilan boradigan almashinish reaksiyalarini o'rganamiz. Kimyoviy reaksiya nima? Kimyoviy reaksiya sodir bo'lganini qanday bilib olish mumkin? Kimyoviy reaksiya bu berilgan moddadan tarkibi va xossalari boshqacha bo'lgan yangi moddalarning hosil bo'lishidir. Kimyoviy reaksiyalar sodir bo'lganini issiqlik, yorug'lik chiqishidan, gaz moddasi ajralib chiqishidan, cho'kma hosil bo'lishidan va dastlabki moddaning rangi o'zgarishidan bilib olishimiz mumkin. Bugungi amaliy mashg'ulotimizda gaz ajralishi, cho'kma tushishi va rang o'zgarishi bilan boradigan kimyoviy reaksiyalarimizga misollar ko'ramiz. Laboratoriya mashg'ulotimiz uchun kerak bo'ladigan jihozlar: shtativ, probirkalar, shisha varonka, o'lchov stakanlari, o'lchov qoshiqchasi, shisha tayoqcha. Kerak bo'ladigan reaktivlar: distillangan suv, kaliy radonit tuzi eritmasi, temir uch xlorid tuzi, xlorid kislota, natriy karbonat va ammoniy sulfat tuzlari kerak bo'ladi. Tajribamizni gaz ajralib chiqishi bilan boradigan reaksiyadan boshlaymiz. Buning uchun natriy karbonat tuzi eritmasini tayyorlab olamiz. Natriy karbonat tuzidan o'lchov qoshiqchasi yordamida bir qoshiqcha olamiz. Ustiga distillangan suvdan quyamiz. Va shisha tayoqcha yordamida aralashtiramiz. Tayyor eritmamizni probirkamizga quyamiz. Natriy karbonat tuzi eritmasi ustidan shisha varonka yordamida xlorid kislota quyamiz. Kislota bilan ishlayotganda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Reaksiyamiz natijasida natriy karbonat tuzi xlorid kislota bilan ta'sirlashib, natriy xlorid tuzini va beqaror kislota hisoblanadigan karbonat kislotasini hosil qiladi. Karbonat kislota beqaror bo'lganligi sababli tezda suv va karbonat angidrid gaziga parchalanadi. Siz ko'rgan pufakchalar karbonat angidrid gazidir. Navbatdagi tajribamiz cho'kma hosil bo'lishi bilan boradigan reaksiya. Buning uchun bariy xlorid va ammoniy sulfat tuzlaridan eritma tayyorlab olamiz. Ammoniy sulfatdan bir qoshiqcha oldik. Ustiga distillangan suv quyamiz. Va shisha tayoqcha yordamida aralashtiramiz. Ikkinchi stakanimizga bariy xlorid tuzi eritmasidan tayyorlaymiz. Distillangan suv quyamiz. Shisha tayoqcha yordamida aralashtiramiz. Bariy xlorid eritmasini probirkamizga quyamiz. Ustidan ammoniy sulfat eritmasini quyamiz. Ko'rganingizdek oq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Bu tajribamizda bariy xlorid tuzi ammoniy sulfat tuzi bilan
ta'sirlashib, suvda erimaydigan oq rangli bariy sulfat cho'kmasini hosil qildi. Bu tajriba sulfat ionini aniqlash uchun sifat reaksiyasi hisoblanadi. Navbatdagi tajribamiz rang o'zgarishi bilan boradigan reaksiya. Buning uchun temir uch xlorid tuziga kaliy radonit tuzi eritmalarini qo'shamiz. Natijada to'q qizil rangdagi eritma hosil bo'ladi. Temir uch xlorid tuzi eritmasini tayyorlab olamiz. Stillangan suv quyamiz. Temir uch xlorid eritmasi, sariq rangli eritma. Probirkamizga quyib olamiz. Ustidan oldindan tayyorlangan kaliy radonit eritmasidan pipetka yordamida quyamiz. Mana o'quvchilar, eritma rangi to'q qizil rangga aylandi. Bu reaksiyada temir xlorid tuzi kaliy radonit bilan ta'sirlashib, temir radonit qizil rangli tuzga aylanganini ko'rsatadi. Bu reaksiyamiz temir uch ioni uchun sifat reaksiya hisoblanadi. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz davomida tuz eritmalarining ionli almashinish jarayonlarini o'rgandik. Olingan natijalarga ko'ra, kimyoviy reaksiyalarimiz oxirigacha borishi uchun gaz ajralishi, cho'kma tushishi va rang o'zgarishi kabi belgilar kuzatilishi lozim. Bu reaksiyalarda ionlar konsentratsiyasining o'zgarishi hisobiga kimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi. Aziz o'quvchilar, sizlarga savol. Kaliy nitrat tuzi va natriy xlorid tuzi eritmalari aralashtirilganda ham kimyoviy reaksiya sodir bo'ladimi? Javoblaringizni izohlarda kutib qolaman.